qalpoq kelin. Ha? Assalomu alaykum. Ha, qaysan so'g'iz? Sen sira men ro'zg'orli uchun narsalar kelgan. O'shalarni tashib boring. Yaxshi. Mama daldalning chiqazaman deganing uchun. Voy, qaynisingni o'g'irlab ketgan kelin bo'ldi. Suluvi. Mashinam qani? Ha, kelin, daldal, maldal deb o'tdingiz. Hozir men sizdan go'rtiq tayyorlayman. Otini bo'lma. Siz o'zingiz qora qalpoq kelinni erkalatib borgansiz. He, o'zlaring bosdi. Sen hopirakan o'g'limiding? Sen kim o'g'lisan? Aytdim. Tushib qaytdim. Qara mashina bo'lish kerak. Bo'ldi, bitta kelamiz bola. Bitta. Zahotim. Shishingda. Sulu. İşte sakın. Ay, Depilatsiya. qaniyana o'da qizingni daldan chiqaraman. Daldal of yana mamma. Ha, sen gap kelmayapti-da, biroq sen chubini semen. Ay xotinim. Ay singlim. O'zi qayni singil bilan kelinni o'rtasiga tushgan mahmoq. Daldan chiqaraman. Ayol nima deyman?